Aka hintlar bilan ishlagansiz-ku, real mana shunaqa qilarmi aka? Ha, yo'q, jinni bo'lib qolganmisan. Yur, yangi indiyskiy restoran ochilibdi, tekshirib ko'ramiz. Borib ko'ramiz. Aka, to'shni unaqa qilmasmikan ish qilib? Men qayerdan bilay, boshga tushganni ko'z ko'radi, yuray. Azzaga nima aytamiz endi? Men aytib bo'ldim, xavotir olma. Aka, Cho'chima, bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi. Ertaga yo uyda qolamiz, yo infeksionda. lekin o'zimizga risk olib qolamiz. Mana bu подписчик jamoalar bor-ku, yengini so'rayapti, hamma yoq turkcha, o'zbekcha bo'lib ketib qoldi. Подписчикlar jonimiz fido alak. Ha, qosh-qozonimiz fido. Shuning uchun bitta like bosib qo'ymasak. Yo'q, bo'lmaydi bitta. Ikkita bo'lish kerak, vaysta. Nima bo'ldi endi Azzaga? Bu to'ni qanotlari, такой сладкий соусda spetsialniy. Yeysan, mazza qilasan. Lekin ertalab meni eslamaysan. Eslaydigan ovqatlaring qani, kerak. Qol. Bismillah. Nima deya olaman? Sal achchig'i bor. Lekin ertalab eslaydigan darajada achchiq emas. Nimaligini ko'raman, так слабо чунаш ko'raman. Nozurini очень приятно. Даже прям menga yoqdi. Sen yeginda qanaqa tayyorlanganini so'rama, xo'p? Xo'p. Menga ham yoqdi, lekin mana buni yoniga bularni o'zligini guruchligi bor. Basmati. Guruch bilan podacha qilgan bo'lardi. Lekin umumiy olganda vkusni guruch nimaga? Chunki mana bu sousni aralashtirib desangiz mazza bo'ladi. Lekin paratasi bilan bersang zo'r bo'lardi, o'zini patrnoni bor edi. O'zbekchilik emas, deyapti, bizda birinchi non beriladi, choy beriladi, tushunsan? Tabii o'zbekcha qilib qo'yaveramiz. Menga yoqdi lekin zo'r ekan. Haqiqatan приятный achun такой. Ertalab eslaydigan emas. Zakaz qilinglar. Bu rekomendatsiya. O, sambusa. Men bu narsani azaldan yomon ko'rganman. Chunki men necha yildan beri shu hindlar bilan ishlab, tobamga tayanib, ovqatligini yeyverib. Lekin bilasizlar, mana uydacha qo'l bola somsa qilinadi-yu, qalin somsa, xamirdancha o'shanichiga pyure qilingan o'xshaydi, lekin achchiq qara. No, achchiq narsa yaxshi ko'radiganlar uchun yaxshi. Bizning chuchvaraga o'xshamaydi, bizning chuchvarali xamiri mayinroq bo'ladi. Bu grup. Bu prям qo'pol, qalin xamir. Aniq yesa bo'ladiganmi? Tiq. Bilmaganga halol. Luboy o'zi, в принципе, O'zbekistondagi hind restoranlarida o'zbeklashgan, o'zbeklarga mo'ljallangan achchuga yegilik esa achchu, agar kamroq bo'lsa, aytsanglar, kamroq qilib berishadi. Sous bilan zo'r ketadi. Mana shu metali sous. To'g'risini aytaymi? Men zakaz qilmagan bo'lam. Dostoyevskiy. Bu hindlarning bilinchusi. Devona malini pitsaliga tushib qoladi. Bilinchuni olamizda oshqozonga tiquvzi. Bizning bilinchudan sal qanaqa? Xususan shiron. Qiziqroq ekan. O'zini bulyoni sho'rvasi bilan keladi ekan. Menga sho'rva yoqmagan. Birinchi ajoyib. Men tushunmadim men sousni, balki tomatli so'z. Menga birinchi yoqdi, men bu tomatli sous yoqdi. Men bu bulyonini tushunmadim. Sal yeyishim bilan ozgina Пряный, чересчур пряный. неприятное ощущение keldi menga. Birinchi qoladi, sho'rvani yo'qotamiz. Mana shu panir battirmasdan kutdim. Chunki oldin bir yeganman, o'sha rashka ko'rdi, mana shu yoqardi. Bu hindcha qatlama noni. Parata. Haqiqatan qatlamaga o'xshaydi o'zini. Kam bunaqa yemaydi. Men bunaqa yegaman. Ana, videoda ko'rmading? Shunaqami? Ko'rsatib yozdik. Ya bunaqa qilib, qo'liga mana oqizsa, hisobda. Mana bu zo'rlik, menga yoqdi. Qilib, mamdoq yegani yaxshi-da, mamdoq. Hindistonda yashaganmiz deyman. Men hindlar bilan yashaganman. Первый раз bitta o'xshab ketdi. Yana bo'lmay, qo'lam tushdi sразу. Ko'rinishim ham o'xshaydi. Agar buni akaga o'xshab ham qilishgan bo'lsa ham yegan bo'lardim, yaxshi chiqibdi. Bu jonga shapsi. Buni saysa, Qo'y go'shti chunki. birinchidan qo'y go'shti, ikkinchidan yog'i ko'rsam yog'i. Oga men yog' yaxshi ko'raman. Dietada bo'lsa ham. Ababamiz ham tegib aytsam? Yo'q. Yog' yaxshi ko'rishing bilinadi. Lekin hil pishib ketganga o'xshaydi, ana tushunga o'xshaydi. Zo'r. No, reально yog'i sal ko'proqligi sezilyapti. Adak mazasi zo'r qo'y go'shti. Chana masala yoqdi menga. Panir batir masala, вообще eng ko'p yoqqani shu. Men qo'y go'shti nima edi? Matin rogan josh ham yoqdi. Единственное, yog'i ko'proq. Sizga qaysi biri yoqdi? Ko'chada doda qiladigan ovqat chotki. Chotki. Menga слишком yog'li. Men buni yeganman, hozir yegim kelmadi. Lekin menga bu juda ham yoqdi. Yonida ushatyapman. Hamma narsasini bularni guruch noni bilan basmati. Lisey zo'rda. Qatlamas. Chotki. Qani guruch deydi, mana senga guruch keldi. Zirali guruch. Ha, qara. Toza qo'shib. Обязательно chochish kerak, Men to'kilmasa hisob emas. Asosiy fishkasini ko'rsatyapman masalaga. Meni so'kka o'zi shunaqa. O'zbekcha, oshga qal. Mana o'zbekman, mayli, men bunaqa qilib ma'qul deb bilaman. Indiyskiy kuxnyada durdonalaridan bittasi, ha, batter chicken. Bularda mol go'shtidan ovqat bormi aka? Jonim, bularda mol go'shtidan ovqat bo'lmaydi, chunki hindlarda mol go'shti. Aqllilar ko'p bizani ko'rayotganlar. Kommentariyada yozib ketinglar. Nimaga mana shu mol go'shtidan ovqat yo'q? Hindlarda mol go'shtidan ovqat yo'q. Undan tashqari kommentariyaga eng ko'p hind bayrog'ini tashlaganimda azzagan sovg'alari bor ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Mana shu restorandan iltimos qilamiz, bitta uzun berishadi.
Lekin такой yumshoqligi tovuqni bo'layotganingdan bilyapman-da уже. Вкусно. Va приятный вкус. Eng achchig'i kam ovqat shu bo'ldi hozir bugungi kun davomida. Men akam aytdilar, что bizga hozir achchig'ini kam qilib berishayotgan ekan bu hammasida. Chicken fried rice. Bilasanmi, hindlarning zo'r tomoni nima? Hindcha bitta so'zga ikkita inglizcha so'zni qo'shib yuborishadi, takoy bo'ladi. Bu o'zi alohida taom, garnir sifatida emas, taom sifatida. Chunki ichida tovuqi ham bor ekan. Ha. Shu narsaga o'xshayapti lekin. Endi shu joyda bitta narsani aytib o'tmoqchiman-da. Halol emas u bu deyilganlar. Birinchidan, 3 ta hind povaridan bittasi musulmon. Biza kelishdan oldin halolmi degan savolni birinchi navbatda beramiz. Undan tashqari restoranning uchuvchilaridan bittasi ham musulmon ekan. Biza so'radik, bizga 100% halol deb javob berishdi va endi u yog'i Xo'p. Biz ishondik. biz ishondik. Mana zo'r so'z ichmayapti. Men senga sous Juda basmati, ovushlar taqib. Men senga sous qilib beraman. Mana. Va. Mana bundan ozgina de. Mana. Doim keldi. Haqiqiy hindga o'xshaydi. Qo'lda bering mana. Bu прикольно. Bilasizlar nimaga o'xshatdi? Mana Bu koreyskiy wok bor-ku. O'sha koreyskiy ris avashamiga o'xshaydi. Ovushlari hammasi aldenta. Zo'r. No, единственное sal so'us ichmadi, tak men bilan qo'shib olsa zo'r bo'ldi. Особенно ana chana masala bilan zo'r chiqishdi lekin. Pullaring ko'rishini qarang. Men olib kelganchilik yevropskiy qilib, o'zimni tarelkamga solib yemayman, mana shunaqa yeyman. Yurgansin yeyman. O'tgan safar kimdir yozdi, bitta ringga qo'ymaydi deb. Jotto deganimizda. O'qiyamiz deganimiz, to'g'rimi? Hindlarning eng mashhur shirinliklaridan birisi gulab jamun. Gulab bu shaharda adashmasam, jamun o'sha shirinligini qildi. O'sha shahardan chiqqan shirinlik. Adashayotgan bo'lsam, kommentariyaga to'g'rilab ketasan. Men biladim o'zi. Mana. Sen Hindistondan kelganing. Shirinlik yaxshi narsa bu. Men buni ko'p yeganman, lekin o'ta shirin. O'ta shirin. Men uchun ham, men o'zi sladkayashkaman bilasizlar. Haqiqatan o'ta shirin. Boshlab bering undan siz. Bismillah. Yaxshi? O'sha o'ta shirinmi? Zetgandagi yo'q bunisi Yo'q, yaxshiroq. bunisi слишком shirin emas. Yaxshiroq ekanmi? Hindistondan kelganlar обязательно shu narsani ko'tarib kelishadi. Bunday korobkada bo'ladi. Da. Bitta ochasan, keyin tashlaverasiz. Bu takoy, bilim turibdi, свежий tayyorlanganligidek. Xullas, biz mamlakatda o'tirib olib, aqllini yo'q qo'yamiz, u yoqda olamiz, bu yoqda olamiz. Baribir 90% ni bu ovqatlarni yeb ko'rmagansizlar-da. Bilimsiz o'zi qanaqa bo'lishi kerak. To'g'risi-da. O'shaning uchun bir marta bo'lsa ham kelinglar-da, yeb ko'ringlar, chunki oshqozonga yengillik. Yengil emas, zarba. Yengi zarba. Yengi zarba. Kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi. Kimgadir yoqar lola, kim atirib gulishadi aslida. O'shaning uchun Magic Cityda joylashgan ekan. Shunda mana u fontan basen demoqchi edim. Fontan ko'rinib turibdi. Mana bu yerda akvarium ekan. Kelib, yeb ko'radigan joyi. Hozir narxi so'radik. Nima deydi? Chek. Hind restoranlari orasida Toshkentdagi eng arzon hind kuxnya shu ekan. Qo'y. Zup ekan. O'zi o'tga chiqib ketdi-da. Endi ishlarib qo'yilgan. Xullas, hindlarning mashhur masalatisi bor. Uni maxsus qaynatishadi. Sut, choy, ichiga imbirlar solishadi, pripravalar, spetsiyalar solishadi. Lekin bu juda ham foydali narsa aslida, lekin men icha olmayman, chunki karakter qilishadi arablarniki adashmasam. Shunga o'xshab ketadi, arablarning o'xshab ketadi. Keyin Uyg'urlarda ham bor. Atkan choy. Ha, etgan choy deydi-ku. Xullas, o'shalarga o'xshab ketadi, chunki asos hammasi shu sut, o'sha choy, lekin men to'g'risi menga слишком mani dimog'imga uradi, icha olmayman. Shuning uchun sen ichib ko'rganda Men yoqtiraman. Zo'r. Yaxshimi? Ha. Tagu priyani ichlarni qizdirib o'tadi. Imbirlari bor, kardamon koritsalar. Ertalab qizib chiqayotganda gaplashamiz. Mayli, xullas, choylarni ichdik. Men to'g'risini aytsam ko'p narsani yeolmadim, chunki hidligi juda yo'qman aslida. Lekin yeganlarim ichida bir 70% menga juda ham yoqdi. Shuning uchun oilalar bilan bir marta bo'lsa ham oshqozoningni yengillik qilish maqsadida oila, o'rtoqlar bilan bitta kelib ketadigan joyiga. Shundoq Magic City'ni o'rtasida. Bu yoq tarafimiz akvarium, bu yoq tarafimiz akula bor. O'zing tiqib olishsan. Akula. Bu yoq tarafimiz shundoq fontan, oynadan fontan ham ko'rinar ekan. Bemalol kelib yeb ko'ringlar. Endi karillashligi bo'yicha O'zbekistonda eng arzon hind restorani ishda. Agar sizlar bulardan arzon narx topsanglar, shundoq menga yozinglar, men burniligidan buloqlaman bu gapiga. Qo'shilaman. Shot. Shuncha yegan narsamiz, hozir ko'ramiz necha pul bo'ldi. 530 ming. Bu gap yo'q ekan. Kuydirgilarni tarixida eng arzon sho'ch. Eng arzon sho'ch. Mana bunaqa qaranglar, 530 ming 2 so'm. Haqiqatan, chunki bucha hindlarning ovqati boshqa aytib o'tganimdek, ana kishi boshiga emas-da. Biz hozir kamida bir 4 ta 5 ta odamga yetadigan ovqat yedik-da. 100 ming so'mdan kishi boshiga. Hind restorani. Boshqacha. Eng qimmati shu qo'y go'shti yo'q ekan-da. Sen yeganing, men yemaganim to'la.
Qara 530 mingina bo'ldi. Oka, menimcha O'zbekistondagi food blogerlarning orasida birinchi bo'lib bizni obzor qildik hind restoranini. Karala bormayapsizmi? Menimcha karallamayapmiz. Agar sizlar bizdan oldin hind restoranini obzor qilganlarni bilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Bu bir. И kommentariyada обязательно hind bayrog'ini qo'yib ketishingiz. Обязательно. Chiqmasin. Eng ko'p qo'yganga o'sha gap. O'ynab beraman. Endi lekin biza oshqozonimizni patudan qo'ydik. Normalniy Shu narsalarni yedik-da, lekin sizlar na kommentariy yozyapsizlar, na like bosyapsizlar, na podpiska bosyapsizlar. Insof degan narsa. Repostni ham bosmadi. Menga bo'lsa, Конечно, biz seryoz mehnat qilyapmiz. bo'pti. Endi keyingi safar qaysi restoranga boraylik? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozing. Necha kommentariyada ko'p yozilgan bo'lib ketdinglar lekin. O'sha restoranga boramiz. Eng ko'p kommentariyaga yig'gan restoranga biz borib beramiz. Обязательно. Like? Like. Qo'y. Har doim bitta ko'p deysiz sizga.